Navbatdagi xonadonimizga biz imzo sifatli eshik romlarini qo'ydirganmiz. Romlari termo 65 dan qo'ydirganmiz va bu tarafga romlar esa 7000 Engelbergdan qo'ydirganmiz. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib boraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Xonadonimiz hatik fason bo'lgan. Bu yerga biz quyoshga qaragan tarafligi uchun biz bu yerga bu tarafga termo 65 dan qo'ydirganmiz va bu tarafga esa 7000 Engelberg qo'ydirganmiz. Ikkinchi etajdan xuddi shunaqa bo'lgan. Hozir ranglari met burish andrazit bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Oynalarimiz energiya tejovchi bo'lgan. Shotlankasi bilan birga qo'ydirganmiz. Hamma romlari eshiklarida shotlankali holat qilib berganmiz. Bu yerda biz o'zgarish qilganmiz. Kursiya yonda bir 40 sent devor urdirib, romni o'zini razmeriga keltirganmiz oldin. Bu yerda shu holatda bo'lgan. Shuning uchun yonida urdirib va bu tarafda sal kengaytirganmiz. Juda chiroyli chiqqan panorama vid bo'lgan. Hozir eshiklarni ochib yopilishlarni birgalikda ko'ramiz va fasonlari bu yerda ikki tarafi gulxoy, o'rtasi ochiladigan holat qilib berganmiz. Ikkinchi etajdan xuddi shunaqa holatda qilib berganmiz. Hozir yon tarafdagi romlarimizni ko'ramiz. Yon tarafdagi romga esa 7000 Engelberg plastikdan qilib berganmiz. Buni ham fasoni xuddi shunaqa ikki tarafi ochilmaydi, o'rtasi ochiladigan holat qilib berganmiz. Ikkinchi etajdan xuddi shunaqa. Hozir ichkaridan ishlashlarini, yopilishlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop, eshigimiz termo 65, ochilib yopilishlari juda yengil holatda, ruchkamiz stubli ruchka, italyanskiy mahsulot bo'ladi. Kursining ichkaridan ochilib yopilishini ko'ramiz. Ochilib yopilishlari juda yengil, shotlankasi bilan birga holatda qo'yib berganmiz va bu tarafda esa panorama holatda qilib berganmiz. Romlarimiz ham yergacha ochiladi. Bu tarafda 7000 Engelbergimiz qanoti yergacha ochilish holati qilib berganmiz. Hozir buni ham ochilishini ko'ramiz. Ochilish juda yengil holatda ishlatdi. Ko'rsizlar oddiy ochilishi bo'lgan. Bu yerda petlasi 5 tadan petla qo'yib berilgan. Taxminan bo'yi 2.10 atrofida chiqadi qanotni o'zi. Ko'rsizlar ochilib yopilishlar juda yengil. Ruchkamiz Hoppenio germanskiy mahsulot bo'ladi. Ichidagi mexanizmimiz Winhouse mexanizmdan qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlar juda yengil. Ko'rsizlar ichkaridan tashqarini bemalol panorama holatda ko'rsa bo'ladi. Hozir ikkinchi etajdan ham ishlashlarni ko'ramiz. Bu tarafda esa montaj jarayonlari davom etdi. Podokonniyli holat bo'lgan. Ko'cha tarafligi uchun bu yerga biz 8000 Engelberg plastik profilidan qo'yib berganmiz. 8000 bilasizlar, qalinligi 8 bo'ladi. Tashqi ko'rinishi xuddi shunaqa avalniroq bo'ladi va oynaga 3 qavat oyna bo'ladi. Oynaga ham energiya tejovchi oyna. Chunki ko'cha tarafligi uchun shovqin yuqoriligi uchun bizga bu yerga tavsiya berganmiz. Shovqinni ya'ni ham va mustahkamroq himoya qiladi va podokonniylar avalniy podokonniyli holatda bo'lgan. Xonadonimiz ikkinchi etajdagi joyga chiqib oldik. Ikkinchi etajda qanaqa fason bo'lgan? Tanga bo'g'ilgan holat, qanoti splashno holatda ochiladi. Bu ham ikkita tarafi gulxoy, o'rtasi ochiladigan bo'lgan. Bu yerga biz dvayno ochilish qilib berganmiz. Ham oddiy ochilish bor va dvayno mexanizmli ochilish qilib berganmiz. Ikkita romlar ham termo 65 da bilasizlar, постоянный dvayno mexanizm holat bo'ladi. Buni ham tanga bo'g'ilgan, o'rtasi ochiladigan. Eshigimiz terrasaga chiqadigan eshigimiz bor, balkonga chiqadigan. Ochilib yopilishlari juda yengil holat bo'lgan. 1.5 qanot bo'lgan. Endi 1.20 ga balandligi 2.5 atrofida bo'lgan. Lekin ochilib yopilishlari juda yengil holatda ishlaydi. Ko'rsizlar, ochilib yopilishlari juda yengil. Bu yer perila qilib balkon bo'ladi. Shuning uchun balkonga termo 65 dan qilib berganmiz. Etajdagi ko'chaga qaragan hamma romlari 8000 Engelberg bo'lgan. Hozir montaj jarayonlari davom etdi. Podokonniylar qoldi. Podokoniya, avalniy podokoniya qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham xuddi shunaqa ikki tarafi gulxoy, o'rtasi ochiladigan holatda qilib berganmiz. Ochilib yopilishlari juda yengil holatda ishlatdi. Oddiy ochilish bo'lgan. 8000 Engelberg ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi shu joyda avalniyroq bo'ladi. Kamerasi 6 kamerali bo'ladi. Oynaga 3 qavat oyna bo'ladi. Ochilib yopilishlari juda yengil holatda ishlatdi. Sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.